Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Tailandda mana shunaqa ajoyib mevalardan ham bor ekan. Mevalarga boy, judayam mazali. Hamma mevadan yeb ko'rdik, hammasidan tatib ko'rdik. Mana shunday maydagina mevachalar, ichi judayam shirin. Mana bundan ham yeb ko'rdik. Mana bularni hammasidan tatib ko'rdik. Juda ajoyib, judayam mazali ta'm. Tailand judayam mevaga boy davlat ekan. Mana hammasidan ajdaho mevasi deysizmi? Hey, boy. Mana ananaslar, mana bu yerga kokosni ham chiroyli qilib soqlarini ham tayyorlab qo'ygan. Ichiga xohlasangiz ichiga sokni ichiga ham tayyor qilib berar ekan. Конечно, мало. Mevalariga gap 200 ягод всего. gap bo'lishi mumkin emas. Ладно, Маша, обещали взять. Ajoyib. Bu yerda mana baliqlarni ham, krevetkalarni ham chiroyli qilib pishirishar ekan. Baliqdan tatib ko'rdik. Juda ham mazali. Krevetkachalar. Mana boshqalari. Mana mevalari juda ajoyib. Juda ham ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ananaslarni shunaqa chiroyli qilib suvlarga solib, paketlarga solib saqlab qo'yibdi. Bularni hammasidan tatib ko'rdik. Juda ham mazali ta'm. Mana haqiqiy cho'g'da pishirishar ekan grillarini. Mana bu yoqda bunaqalari ham bor. Mana baliqlar. Mana shunaqa chiroyli qilib pishirishar ekan. Mana bu meva juda ham ajoyib ekan. Menga juda ham yoqdi. Ichini ochsangiz shunaqa yoqadi og'zingizga ta'mi. Mana xohlagan mevangizni olib yeyishingiz mumkin. Juda ham mazali. Mana bularni ta'mi endi gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham mazali. Hammasidan tatib ko'rdik. Tailand mevalarga boy davlat ekan. Bularning hammasi meva. Hammasi mevalar.